Assalamualaikum hörmətli televizor köykçülər. Görüp atqınыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalık xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayanda Uyğurlarga dair radiomuzda anlatılған bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehre. Yakında Uyghur diyarıdaki Kızıl Təşviqat fəaliyyətlərinin nəticəsində Uyghur xalqının hörmətinə erişkən artistlarının Xitay ülkələrə verib, Xitay Qızıl Armiyasının həyatına öyrəniş fəaliyyətlərinə qatnashishga məcburlanğanlığı alayda diqqət qozğadı. Xitay dairələrinin bu xildəki Qızıl Təşviqat fəaliyyətləri yana hər qaysı vilayət və nahiyyələrdəki yezlərə kengəyməkdə ekan. Bunun da hazır ciddi ta'kidlayotganini hamma joyda qizil bayroq esish haqidagi mazmunlar ekan. Vaziyat kuzatuvchilari bu haqda fikr bayon qilib, bu xil zo'rlash tadbirlarining mayatda xalqning Xitoy hokimiyatiga bo'lgan nafratini oshirishdan boshqa roli bo'lmaydi dedi. Elning hürmetiga erishgan muzikant Uyg'ur diyarining ichi va sirtida Duttar Shohi deb atalgan sanatkor Abdurahim Heytning bu yil aprel oyidan boshlab taqib ostiga elinishi Uyg'ur san'at sohasining og'ir qismatlarga duch kelayotganligini jonliq tasvirlab berdi. Ma'lum bo'lishicha, Abdurahim Heyt o'rinlagan naqshlar butun Xitoy hukumatining tasdiqidan o'tib qonunliq nashr qilingan tekstlarni asos qilgan ekan. Abdurahim Heyt bilan tanishlik bo'lgan mutaxassislar bu haqda fikr bayon qilib, Uyg'ur diyoridagi uchiga chiqqan siyosiy harakatlarning Uyg'ur san'atini tüp yiltizidan yo'q qilinmaydiganligini bildirdi. Xitoy doiralarining ma'lumotlarida aytilishicha, bu yil 30 oktyabrga qadar Qashqa, Xotan, Aqsu, Qizilsuvdan iborat 3 viloyat bir oblastda 9 milliondan ortiq kishining salomatlik ahvoli haqsiz tekshirilib, arxivlashtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xil salomatlik tekshirishi ichida kishilarning gen avrishkisi va qon tipi nuqtaliq to'plangan, ham har bir kishi uchun sistemlik arxiv turg'izilgan. Ba'zi analizchilar bu haqda fikr bayon qilib, bu qitimki salomatlik tekshirishiga qatnashtirilganlarning mutlaq ko'p qismining Uyg'ur ekanligini ilgari surgan. Ular bu qitimlik salomatlik tekshirish ichida ko'plagan gumonliq nuqtalarning borligini bildirgan. Uyg'ur diyoridagi har qaysi joylarda yo'lga qo'yilgan oshqunliq va terrorlikqa doir yip uchi bilan ta'minlaguvchilarni mukofotlash tadbirlarining mukofot summasi 5 million so'mga qadar bo'lmoqda ekan. Oltoydagi ba'zi qozoq aholilari bu haqda ma'lumot berib, hozir saqchilar bilan yordamchi saqchilarning mukofot qo'g'lishib, ko'plab odam tutayotganligini, buning bilan bir qism kishilarning uvolchilikqa va tuhmatga mubtalo bo'layotganligini tilga oldi. Uyg'ur tashkilotlar bu haqda to'xtalib, texmi og'ir nohaqchiliklarga yo'l echilishining oldini olish uchun Xitoy hukumatini bu xildagi mukofotlash chorasini bekor qilishga chaqirdi. 2015-yildagi Bay vaqasidan 2 yil o'tgan bo'lsa-mu, lekin Bay noyasidagi bir Xitoy ko'chman ayol navbatda o'zlari turayotgan binoni Xitoy saqchilarining 24 soat qo'g'dayotganligini, ammo o'zlarini yanala bexatar his qilmaydiganligini bildirdi. Bu ayol yana mush sababdan ko'plagan Xitoy ko'chmanlarining ishkiriga qaytib ketganligini bildirgan. Muxbirimizning ahvol egallishi jarayonida Xotanning elchi yezisidagi dehqon ayol Nurnisa Gulning buningdan 7 yil avval o'z uyini diniy bilim o'rganayotgan o'quvchilarga oriyatga berganligi uchun yaqinda 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi ma'lum bo'ldi. Mutaxassislar bu haqda fikr bayon qilib, bu ahvol mayatda Xitoy hukumatining kuchliligini emas, balki aksincha ojizligini ifodalaydiganligini ilgari surdi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy ziyoratini tamomlashning oldi-keyinda ko'plagan tashkilotlar fikr qilib, bu qitimqi ziyoratda o'tirib qo'yishga tegishli bir qator masalalarni alayda ta'kidladi. Amerika Davlat Majlisi qaramog'idagi Xitoy ishlari komiteti maxsus Donald Trumpga maktub yo'llab, bu qitimqi ziyorat jarayonida kishilik huquq masalasini o'tirib qo'yishning muhimligini bildirdi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti bu munosabat bilan maqola e'lon qilib, vijdon mahbusi Gulmira Imin masalasini alayda tilga oldi. Shuning bilan birga Donald Trumpning bu qitimqi ziyoratida Xitoy hukumati oyoq osti qilayotgan diniy erkinlik masalasini o'tirib qo'yishni talab qildi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalık xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.